Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025-yil 10-oyning 13-kuni dushanba. Bugun ya'ni dushanba kuni saharda Shvetsiya Xonlik akademiyasining Nobel mukofotini baholash komiteti bu yillik iqtisod mukofotini buni 3 iqtisodshunosga berganligini qaror qildi yoki e'lon qildi. Bu 3 iqtisodshunosning birinchisi Joel Mokyr. Joel Mokyr Amerikaning G'arbiy Shimol universiteti iqtisod fanlari shu universitetning iqtisod fakultetining iqtisod fanlari professori bo'lib, uning bu mukofotga erishishidagi asosli sababni bular, ya'ni Nobel baholash komiteti deydiki, biz Joel Mokyrning iqtisodiy taraqqiyot, ya'ni texniklik taraqqiyot asosidagi iqtisodning izchil ishining oldingi shartlarini aniqlab chiqqanligi uchun bu mukofotning yarmini Joel Mokyerga berdik deydi. Bu yarmi degan vaqtda moddiy jihatdan olgan vaqtda mukofotning umumiy summasi 1 milliard 200 ming dollar olib, shunday olganda bu kishiga 600 ming dollar berildi degan gap yana. Nima bilan? 12-kuni 10-kuni mukofot taqtildi. Shu chaqda bu kishiga medalmi berildi degan gap. Mukofotning qolgan yarmi, ya'ni moddiy summasi 600 ming. Ya'ni bu ikki ixtisodshunosga 300 mingdan berildi degan gap. Buning birisi Philip Aghion, ya'ni Fransiyadagi bir oliy maktabning ham Angliyadagi danliq London iqtisod institutining iqtisod fanlari professori bilan Peter Howard ismli Amerikaning Rhode Island shtatidagi Brown universitetining iqtisod fanlari professori. Bu ikkisining ijodiy vayronchilikning modelini, ya'ni ijodiy buzg'unchilik yoki creative destruction deydi. Ijodiy vayronchilik, ijodiy buzg'unchilikning modelini yoki shu nazariyasini o'ttirib qo'yganligi uchun bu mukofotni berganligini e'lon qildi. Yana bu ikkisi mukofotni yarim-yarimdan 300 mingdan oladi. Andan keyin bu ikkisi ham ayrim Nobel iqtisod mukofotiga erishganlik lavasi bilan medal oladi demakchi. Xo'sh, endi bu yerda bundaq ikki so'z bor. Birisi iqtisodning sijillashishi. Yana birisi texniklik taraqqiyot, ya'ni yangilik yaratish yoki texniklik taraqqiyot. Har bu üç kişininki mukofotga erishishdagi sabablarda mush ikki xalqliq so'z bor. Birisi iqtisodning sijillashishi, yana birisi texniklik taraqqiyot. Joel Mokyer'ninki mukofotga erishishdagi sabablarni tushunadigan vaqtda uning iqtisodning sijillashishida, ya'ni yangilik, fan texnika taraqqiyot asosidagi yangilik yaratish asosidagi iqtisodning sijillashishidagi oldingi shartlarni hazırlaşıq deyishlik oldingi shartlarni aniqlab chiqqanligi uchun deydigan bir so'z bor. Unda bo'lsa bu shartlar nima? Joel Mokyer o'zi iqtisod fanining tarixchisi, ya'ni har bir ilmning tarixi bo'ladi, o tarixini tadqiq qilgan iqtisodshunos. Bu odam o'zining tadqiqotida mundaq narsani bayqagan gap. Bir jamiyatda iqtisodning sijil holda uzluksiz ish uchun birinchisi jamiyatda kishilar ishlarning, narsalarning qandoq, ya'ni bir ishlarni qandoq qilishni bilish kerak deydi. Ikkinchisi shu ishlar nima shundoq bo'ldi deganni bilish kerak deydi. Ya'ni bu yerda muayyan darajada bir xil bilim bo'lish kerak. Amaliy qo'llanilgan bilim bo'lish kerak, ham bo'layotgan ishlarning nima shundoq bo'lganligini tushundiradigan bilim bo'lish kerak. Ya'ni texnika bilan asos bo'lish kerak. Uningdan sirt yana mushishkisi birlashgan vaqtda, ya'ni qandoq qilishni bilish bilan nima shundoq bo'lganligini biladigan bilim birlashgan vaqtda bu xil birlashishni qarshi ola oladigan, quchoqlay oladigan bir uchuq jamiyat bo'lish kerak deydi. Ya'ni ma'lum bir ideyalarga nisbatan jaholat hukm sursa, yangilikni rad qalsa, yangilikni o'ttirib qo'ygan odamni jazolasa yo darg'asa yoki ko'ydirib tashsa, jamiyat ilgari bosmaydi, iqtisod
yuqori ilgirlamaydi demoqchi. Pilif Agyon bilan Peter Howard'ninki asosliq, bularning asosliq nazariyasi nima deganlikda, jamiyatlarda da'vat qilgan kapitalist jamiyatlarda ma'lum bir yangi texniklik taraqqiyot yoki bo'sish bo'lgan vaqtda bu xil bo'sish yangicha mahsulotni barliq keltirdi, yangicha ishlab chiqarish shaklini barliq keltirdi, u mavjud texnikani, ya'ni allaqachon yangi texnikaning barliq kelishi bilan ko'niga aylangan texnikani vayron qilib tashlaydi. Ko'ni texnikaga tayinib terikchilik qilayotgan, foydalanayotgan shirkatlarni vayron qilib challab chiqarib o'tadi deydi. Ya'ni mushundaq ijodiy shaklda buzg'unchilik qilish orqali, vayronchilik qilish orqali ko'ni usul, ko'ni texnikani buzib tashlab, yangi usul, yangi texnikani barliq keltirgan vaqtda jamiyatlar taraqqiy qiladi, iqtisod sijillashadi deydi. İnsaniyet cemiyetinki tarihi, yani taraqqiyot tarixiga qaraydigan bo'lsak, hala Adam ati bilan Havo ana ziminga olib yeritib bo'lgandan tortib, ta buning 200 yilgacha bo'lgan araliqda dunyodagi nurg'un ellarda, qit'alarda, davlatlarda, mamlakatlarda, madaniyatlarda kishilarning hayotida cho'ng o'zgarish yo'q. Moddiy jihatda namoratlik ig'ir, qo'saq to'yg'izishmi bir masala. Kishilarning o'ttirchi ömür ko'rishimi uzun emas, qisqa. Kasallik, yo'qsizlik, jaholat, chirmavagan shu jamiyatlarning har xil, ya'ni shakllarini, tuzumlarini tadqiq qilgan vaqtda yelaqida chiqarilgan yakunlar ibtidoiy jamiyat, qulluq jamiyat, feodallik jamiyat, kapitalist jamiyat va hokazo deganlarda shu jamiyatlarda hukmron o'rinda turadigan muayyan bir guruh bo'ladi. Buni marksizmchilar sinf deb ataydi. Hukmronlar guruhi ananınkin hukmronlik qiling'ichlar o'rtasidagi munosabat, masalan, quldorlar jamiyatida, qulluq jamiyatda quldorlar bilan qullar o'rtasidagi bo'lsa, feodallik jamiyatda yer egilari bilan pomishchilar bilan dehqonlar o'rtasidagi yoki terimchilar o'rtasidagi, kapitalist jamiyatda kapitalistlar bilan ishchilar o'rtasidagi bu shunday munosabat ifodalandi deydi. Buni marksizmchilar qo'pib kapitalist jamiyatdagi munosabat azguchilar bilan ezilguchilar, burjuaziya bilan proletariat o'rtasidagi munosabat deb tushundirdi. Biz u saga kirmaymiz. Ammo bir narsa aniqki, 200 yildan keyin Yevropa adabiyot san'ati uyg'onishidan keyin, o'rta asr jaholatidan keyin, Yevropa adabiyot san'ati uyg'onishidan keyin, san'at Angliya taralgan san'at inqilobidan boshlangan san'at inqilobidan keyin fan texnikaning uçqandaq taraqqiyotiga ergishib, kishilarning, ya'ni moddiy dunyodagi yuksalish ro'naq tepish nihoyatda yuksak bo'ldi. Nobel iqtisod mukofotininki bu yillik mukofotga sohiblarini e'lon qilish yig'inida bir professor xonim buni tushuntirdi, dediki, 200 yilning ichida dunyoda, moddiy dunyoda milliy daromadning ishi 20 qatla dedi. 2000% degan 20 qatl deydi. Ya'ni 200 yil burun dunyoninki umumiylik dunyoning moddiy ahvolida chiqib farq qilmaydi. Moddiy dunyoda Irlandiyada bor ocharchilik, Angliyada bor nomrodlik, shunga hiliqi Anderson cho'chaklari deyilgan gaplar real dunyodagi, ya'ni sarangisoq qizchaqning hikoyasi Daniyadagi shu vaqtdagi jamiyatdagi reallikning ifodasi, nomrodlik. Hozir kichik qizlarning sarangisi jambaqi tashlari yo'q u jamiyatlarda. O xil moddiy nomrodlikdan qutulib bo'ldi. Demak, mushu xil gullanishni barliq keltirgani nima deganda, albatta bundan burma ixtisosshunoslar tadqiqotlarni bo'lgan. Masalan, MIT, Massachusetts Institute of Technology deganninki, Pan-texnik institutidagi, texnik institutidagi ixtisosshunos Robert Solowning ish modellarini o'tirib qo'ygan, asoslanadi kapital, emgak va texnikaninki kuchida başına bu formulalar var. Kengaytirilgan Solow modellari var. Ya'ni jamiyatlar nimishqa taraqqiyotda nimalar hal qilib rol o'ynaydi deganda, bu odamlar shunday boshlamchilab shu xil ta'limotlarni o'tirib qo'ygan. Endi
bu iqtisodshunoslar nima deydi desa, birisi tarixiy iqtisodshunos, ya'ni iqtisod tarixini tadqiq adam. Bu jamiyatlarda texniklik yangilikning bo'lishi uchun mundaq 3 shartlar hozirlanish kerak. Ya'ni kishilar sababini tushunmaylar, ba'zi ishlarni qo'lga oladigan bo'lishi kerak, bilim bo'lishi kerak. Masalan, mashinani qanday haydalaydi. Mashinani haydalagan vaqtda musofa asanlashida yuk tashish o'ng'ay bo'ladi. Shuna, nurg'ishli qulay bo'ldi. Lekin yana birisi shu mashina nima ish qilmag'idi, motori cho'glaydi degandekni tushunadigan bilim bo'lishi kerak, texniklik bilim bo'lishi kerak deydi. Uchinchisi, bu xil ikki xil omil birlashgan holda barliq kelgan yangilikni qabul qila oladigan ochiq bir jamiyat bo'lishi kerak deydi. Agar at minsak chavandaz bo'lamiz, eshak minsak, bu ajdodimizdan qolgan narsa eshak minish, buningga biz nimaga ajdodimizdan qolgan bu xil usulni, turmush usulini yo'qotmaymiz desa, ahil mashina haydaydigan odamni, mashinaning nima ish qilmaydiganligini tushundiradigan odamni nima ish qildi? Chatga qaqidi, rad qiladi, dushman ko'rdi. Bu ish Angliyadan bo'lgan ayni vaqtda to'qimchilik fabrikalari qurilib, o'sha nurg'un narsalar turkum ishlab chiqarilgandan keyin an'anaviy usulda babkala qilib, uni buni to'qib sotadigan hunarlarning savdosiga ziyon yetganda, ular ishsizlik ish qilgan vaqtda ular to'qimchilik fabrikalarini buzib chaqqan ishlar bo'lib ekan tarixda. Demak, mush 200 yilning ichidagi texniklik taraqqiyot moddiy dunyoni o'zgartirib o'tdi. Iqtisod garchi bir necha qitim cho'kkan bo'lsa, masalan, Birinchi dunyo urushidan keyin Yevropada cho'kish bo'ldi. Germaniyadagi pul paxalligini ko'pchilik fuqida haddidan ziyod pul paxalligini. Ikkinchi dunyo urushining arpistiki undan burungi 1929-yilda 36-yilda davomlashgan Amerika yuz bergan iqtisodiy bo'hron, undan keyingi 80-yillardagi, 2000-yillardagi, 2008-yillardagi iqtisodiy krizlar, Amerika markaziy qilgan pul muomala krizi qatorliqlarni kishilar yaxshi biladi, yaxshi tushundi. Garchi shu xil cho'kish bo'lsa-mu, ammo umuman aytgan vaqtda texniklik taraqqiyot, yangilik dunyoni moddiy jihatda yuksalishga epmangdi. Ham nurg'un narsalarni o'zgartirib o'tdi. Masalan, Nobel iqtisod komitetininki bu mukofot sohibini e'lon qiluvchimi yana bir iqtisodshunosdan azroq mushaq nima ish qilib bular mukofotga erishganini tushuntirib qo'y desa, shuna dedi. Masalan, telefonni misol oldi. Ayni vaqtda telefon barliq kelgan vaqtda telefon Bostonda ijod qilingan. Bostonda Edison Bostonda ijod qilgan uni. 1800-yilning oxirlarida. Andan keyin telegraf, telefon, televizor, ana mashina 20-asrning boshlarida. Ondan keyin simli telefon, keyin simsiz telefon, mana endi hozir aqliy telefon. Mana bu narsalar bu xil uchur aloqa jihatga qulaylik, andan keyin qatnash transport jihatdagi to'shig'icha narsalar, aeroplan, poyoz, temir yo'llarning yasalishi, tosh yo'llarning yasalishi, tez suratli qatnash vositalarining barliq kelishi. Andan keyin hozir bizda vatgan sun'iy aql, tor savdosi va hokazo odamlarning hayotini ajoyib o'zgartirib o'tdi. Demak, bu yerda bular deydi-ki, insoniyat jamiyatida iqtisodiy turg'unlik umum hodisa, umumiylik bo'lib kelgan. 200 yil burunmi bo'lgan, 200 yildan keyin hozirmi bo'lib turibdi, lekin bo'lgan bilan texniklik taraqqiyotninki yaqin 200 yildan buyon mabayna dunyoni o'zgartirib kelganligi haqiqat. Bundan keyin o'zgaraydi gap hamda shu xil o'zgarishga nisbatan qandoq pozitsiya tutishda kishilarning deydi. O'z navbatida men bu gap bugun iqtisodiy vayronchilik berib taqalganligi uchun iqtisodiy vayronchilik haqida men Joseph Schumpeter degan iqtisodshunosning ta'limotini kitobimda, dunyoviy buyuk iqtisodshunoslar va ularning ta'limotlari degan kitobimda tushuntirib o'tgan. Bu kishi iqtisodiy vayronchilik yoki ijodiy vayronchilik, ijodiy buzg'unchilik degan bu atalg'ini
kapitalizmning qiyomatlik dushmani bo'lgan Karl Marksdan olgan. Ibarni olgan, ammo bu tushuntirib, ijodiy vayronchilikning bo'lishi yaxshi ish deydi. Ijodiy vayronchilik deganda to'xtamay yangi odamni, yangi texnikalarni barliq keltirdi, yangi mahsulotlarni barliq keltirdi, yangi ishlab chiqarish usulini barliq keltirdi, natijada xalqlar sifatli hayot kechirdi deb kapitalistik tuzumning ilg'orligini sharhlagan Josef Schumpeter. Ijodiy vayronchilik ideyasini bergan kishi mushu. Xo'sh. Endi yani iqtisodiy taraqqiyotninki dunyoni qanday o'zgartirib berayotganligi, iqtisod bu texniklik taraqqiyotning jamiyatni qanday o'zgartirib berayotganligi bularga buni qanday qabul qilish masalasida germaniyalik hozirgi zamon faylasufi albatta qazo qilib ketdi. Martin Heideggerning nazariyalarini men azroq tushuntirib qo'ydim. Bu 4-kitobim yangidan nashrdan chiqqan Kichiklikda büyüklük degan kitobimda ash haqda to'xtalib qo'ydim. Yani iqtisodiy vayronchilik, iqtisodiy destructive creation deb qo'yamiz. Bir tarafdan vayron qildi, bir tarafdan tuzaydi, bir tarafdan buzdi, bir tarafdan buzdi. Tuzaydi. Nimani buzdi? Ko'ni ishlab chiqarish usulini, ko'ni mahsulotni uni buzdi. Nimani tuzaydi desa, yangi texnikani barliq keltirish orqali jamiyatning qiyofasini o'zgartirdi. Agar buning nisbatan ishqibizlik pichoq to'g'ri foydalanmasak, har xil oqibatlarni tragediyalarni barliq keltirdi. Agar biz to'g'ri foydalansak, u g'albini natijani barliq keltirdi degandan iborat. Shunga kichiklikda buyuk degan kitobimda ashxil qarashdagi iddialarni bor. Xo'sh, unda bo'lsa men bu yillik Nobel iqtisod mukofotiga erishganlarning asosli ideyasini shunchalik tanishtiray. Ko'pchilikka rahmat sizlarga.